Assalomu alaykum. Bugun panaritsi haqida gaplashamiz. Panaritsi bu nima? Panaritsi bu barmoqlarning yiringli yallig'lanish kasalligi. Ya'ni tirnoqning osti, yon taraflarini yiringli yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Bu anikamitozdan farqi tirnoq ichiga yoniga o'smaydi va uni asoslari ko'proq yiringlab qoladi. Va bu qo'l barmoqlarida ko'proq uchraydi, oyoq barmoqlarida nisbatan kamroq uchraydi. Bunga asosiy sabab esa barmoq asoslarining kichik jarohatlari, manikyur, pedikyur muolajalaridan keyingi infeksiya tushishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunda asosiy belgilar teri ostida, tirnoq atrofida va suyak yoki paygacha chuqurlashishi mumkin va unda og'riq, shish birgalikda kechadi. Kuchli og'riq, shish, yiringli sekressiya asosiy belgilar hisoblanadi. Dastlabki bosqichda bunga spirtli kompress qo'yish yoki antiseptik vannalar orqali davolash mumkin, lekin yiringli bosqichga o'tib qoladigan bo'lsa, uni albatta kesish va drenajlab o'sha yiringni chiqarib tashlash muhim hisoblanadi. Agar uni kechiktiriladigan bo'lsa, ya'ni o'z vaqtida davolanmasa, u yiringli proses qo'l, barmoq bo'g'imlariga, hatto suyakkacha o'tib ketib, og'irroq kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Jarrohlikda barmoqlarning funksiyasini saqlash muhim hisoblanadi va buni xirurg o'zi nazorat qiladi. Operatsiyadan so'ng albatta antiseptik bog'lam qo'yish va harakatchanlikni ta'minlash muhim hisoblanadi. Profilaktikasiga keladigan bo'lsak, albatta qo'l gigiyenasiga rioya qilish, kichik jarohatlarni darhol ishlov berib davolash kerak bo'ladi va qo'llarni yuvib yurish muhim hisoblanadi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.